Bu tarafdagi sholini mana bunaqa holatga keltirish uchun mana bu apparat bizga kerak bo'ladi. Ketdik, yoqaman, qaranglar. Ishlayapti. Mana. Bu. Ham tarafdan eng mayni tushyapti. Motor mana. Bu tarafdan eng yirigi. Ko'rishinglar mumkin mana. Apparatimiz. Hop. Endi bu apparat faqat bu sholini mashina holatga keltirmaydi. Endi mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Mana bu jo'xorini danalarni ham mana shu yerdan hozir un qilib beradi deb aytdimmi kecha? Un qilib beradi. Ketdi. O'tar. O'chiramiz. Mana buni ko'ringlar endi. Ko'rishinglar mumkin, juda ham zo'r qilib mana bu makkani mana shunaqa un holatiga keltirib berdi. Qaranglar, biz nima qildik? Primo hozir 3 fazani 1 fazasiga ulab yubordik, chunki men bu kabel ko'tara olmadim motorni. O'sha uchun hidi zo'r ekan barku. Ha? Hidi zo'r ekan. Endi zo'r narsa qilamiz. Bug'doy bor. Bug'doy ham sohani nima bo'lar ekan? Uni отдельно chelak mana bu yerda turibdi. Bu chelakni olamiz. To'kvoramiz. Mana bunga hozir mana bunda kansa. Qaranglar, bug'doy solyapti. Hamma yoq un bo'lib ketdi. No, sizlar uchun harakat qilyapmiz. Mana. Buni olib qo'yamiz endi. Ketdi. Bos, sekin ochamiz. Mana, o'tib ketyapti. Tezligiga e'tibor beringlar, tezligiga. Hatta guruch chiqaraylar, qanaqa darajada bo'lyapti. Endi buni yoqqan paytingizda guruch ishlamaydi lekin. Hamma dabdala bo'ldi. Harfiga tushganda oddiy kabel qizib ketar ekanda, mana biz 3 fazani 1 fazada ishlatamiz buni. Xullas, akalar, biz yaqinda fermer bo'lib ketamiz hamma shay. Voy, gap yo'q. Buni ko'ramiz qanaqa. Fermer bo'lib ketamiz hamma deyman. Bu boshqacha chiqdi, ha? Bu endi o'shanda? Bu chang bo'lyapti bu. Qaranglar, o'zingizlar baho beraverasizlar. Xohlasanglar bug'doy, xohlasanglar mana makka, xohlasanglar mana bu tarafini bosasizlar mana. Uji guruch bo'ladi, mana. O'chirib qo'y. Bo'ldi. Tugadi. Apparatimiz menimcha yoqdi. Fikringlarni kommentariyada qoldirasizlar. Arziydimi yo'qmi puliga? Pulini aytmayman, esimdan chiqib ketibdi. Narxi 9 million 810 ming so'm.